Assalomu alaykum. Yangiqo'rg'on Navkentdagi seximizga chiqqanmiz. Bu seximizda mana bunaqa listli darvozalar, shtampovka darvozalar, har qanday holatdagi mana bunaqa shotkalar deysizlarmi, shtampovka darvoza arzon, qimmat, har xil. Bitta darvozaning narxi 400 ming so'mdan 650 ming, 1,5 million so'mgacha bor ekan. Bu yerda mana bunaqa shotkalar, mana bunaqa tapchanlar bor. Bemalol o'sha ekran pastdan aloqaga chiqarasizlar. Hozir ishxonaning ichini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ishxonaning ichida mana olyapsan. Ishxonaning ichida bo'layotgan darvozalarimiz mana Dubai fason bitayotgan. Mana bu yerda ham Dubai, ikkinchi xonasi. Mana bu yerda mana reflonka, o'sha eng trendda bo'layotgan hamma bob, hamyonbob. Ya'ni bu darvozamizga 1-2 listlarda ishlatib, qalin materialda ishlab berilgan. Yondorlari 8/6, taglari shviller, listlari 1-2, profillari ham 1-2 da qilib ishlab berganmiz. Bu darvozamizni 1 metr kvadratda 700 ming so'mdan chiqadi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki sunovka teki. Hozir endi ichkaridagi mana